alaykum aziz obunachilar, aziz kuzatuvchilar. Mana bugun yer uchastkamizni sotuvga qo'ydik. Bu joy qayerda deysizlar, O'rta Chirchiq tumani, Mashal mahalla fuqarolar yig'ini, Bag'ish ko'chasi, 172-uy. Mana bo'linadigan chegarani ko'rsatib o'taman. Mana bu ikkita zabor oralig'idagi joy. Ulangan joydan chegaramiz. Mana mahalla asfalt. Shunaqana chiqsanglar 500 metr yursanglar, o'ng tomoni O'rta Saroy, chap tomoni Avangard Food City. Food City bozoriga taxminan 10 kilometr. Mana bismillahirrohmanirrohim. Mana bu darvozamiz o'rtasidan bo'linadi yer uchastkamiz. Bu yog'imiz. Mana bu tomondagi chegara. Mana ikkita zabor ulangan joyi chegara bo'lib turadi. Mana kuzatuvchilar. Eniga 10,5 metr. Mana bu yoqlarni ko'rsatib o'tamiz. Keng hovli. Bu xonadonimiz umumiy yer maydoni 13,40. Shundan 6 sotigini bo'lib ajratib sotmoqda. Mana bu yoqda. Mana bu tomoni past tomonini olib ko'rsatamiz. Gaz, svet, suv, Wi-Fi hamma tarmoqlar o'tgan. Mana suv bor. Kelib ko'rib baraka qilsanglar bo'ladi. Uyning egasi aytishi bo'yicha har bir sotik uchun 8,5 ming AQSh dollari so'rashyapti. Yana o'tib beradigan joyi bor, kami bor. Mana chorvachilik, dehqonchilik qilaman degan aka opa singillar uchun mana yo'g'imiz keng dala. Mana kattagina hovli. Mana chegaramiz taxminan shu atrofdan bo'ladi. Bu tomonimiz mana shu setka zabor bilan o'ralgan joyda bo'ladi. Bu tomonimiz darvozadan teng yarmi bo'linadi. To'g'ri bo'lib ozgina burilishi mumkin. Kelib ko'rib baraka qilsanglar bo'ladi. Hammaga rahmat.